Qachonki charchoq yig'ilsa, qalbda qandaydir huzursizlik sezilsa, yashillikka, o'simliklar tomon talpinishni inson his qiladi. Qandaydir yashillik emas, balki aniq o'simliklar, yorqin, xushbo'y, shundayki qarading, tomosha qilding, hidlading va senda yengillashish sezildi. Aniqki, hech bir gul to'g'ri uxlash yoki dam olishni o'rnini bosolmaydi. Lekin ko'pgina kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ba'zi o'simliklar haqiqatdan ham yordam beradi. Ba'zilarining hidi shunday ta'sir qiladiki, ko'zni yopib nafas olishni istaysiz. Boshqalari shunchalik yorqinki, hatto bulutli kunda ham quyosh chiqqanday tuyuladi. Bugungi videoda biz sizga mana shunday gullarning top 10taligini jamladik. Marhamat. Lavanda. Lavanda uning xushbo'y hidi deyarli darhol ta'sir qiladi. Nafas olasiz va stress kamayadi, nafasingiz tenglashadi. Bu linalol moddasi orqali sodir bo'ladi. Lavanda efir moylaridagi modda. U miyada hissiyotlar uchun javobgar bo'lgan qismga ta'sir qiladi va qondagi stress gormoni darajasini pasaytiradi. Shuning uchun bir necha chuqur gullagan lavanda yaqinida nafas olish asabiylikni oladi. Lavanda guli yotoqxonada turgani yaxshi. Kechasida miyada har xil fikrlar bilan uyqu qochganda lavanda barglari va guliga qo'l tekkizasiz asta. Hidlab oson uyquga ketasiz. Gulni yorug' joyga qo'ying, lavanda quyoshni yaxshi ko'radi. Anturium. Uning yorqin gavhardek gullariga nazaringiz to'xtaydi. Qizil rang nerv tizimi uchun tabiiy stimulyator. Yurak urishini tezlashtiradi, diqqatni oshiradi, energiya beradi. Apatiyada esa aynan shunday yorqinlik kerak. Anturium guli namlik va tarqalgan yorug'likni yaxshi ko'radi. Barglarini nam mato bilan arting, yanada porloq va tetik bo'ladi. Orxideya phalaenopsis. Orxideya gullarining simmetrik ko'rinishi miyani tinchlantiradi. Uni yorqin va toza ranglari insonda ijobiy emotsiyalar uyg'otadi. Orxideya phalaenopsisni parvarishi o'ylashganchalik qiyin emas. Haftada bir marta suv beriladi. Quyosh tikka tushmaydigan, ammo yorug' joyda saqlang. Bir gullasa oylab gullab turadi. Begonia rex. Barglari san'at asariga o'xshaydi. Gul barglari rangi va naqshlari inson fokusini o'ziga qaratadi va tinchlantiradi. To'g'ri quyoshni yoqtirmaydi, ammo yorug'lik muhim. Namlikni yaxshi ko'radi, ammo ortiqcha sug'ormang. Guzmaniya guli. Guzmaniya tropik gulga o'xshaydi. Har xil rangdagi gullari qavat barglari orasidan gulxandek chiqib turadi. Bu vizual ko'rinish insonga energiya beradi, ruhiyatni ko'tarib, apatiyadan qutqaradi. Issiqlik, yorug'lik va namlikni yaxshi ko'radi. Sitruslar. Yorqin rangli mevalari xushbo'yligi kayfiyatni ko'tarib, stressni kamaytiradi. Tarkibidagi limonen efir moyi ishonchli ravishda ruhiyatni yaxshilaydi va xavotirni kamaytiradi. Sitruslar quyoshni va muntazam sug'orishni talab qiladi. Qorong'i burchakka qo'ymang, gul va mevasi bo'lmaydi. Jasmin. Jasmin gulining shirin va o'tkir hidi tabiiy tinchlantiruvchi hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, gulning hidi miyada gamma amino yog'li kislota ajralishini rag'batlantirish natijasida nerv sistemasini tormozlab, xavotirli xayollarni sekinlashtirib, tinchlanishga yordam beradi. Tabiiy ravishda yengil tinchlantiruvchi vazifasini bajaradi. Ochilgan jasmin oldida bir necha daqiqa tursangiz, yelkangiz o'z-o'zidan qo'yvoradi. Jasmin gulini qishda salqinroq joyga qo'yish kerak, 15 gradus g'unchalashi uchun. Yozda ko'chaga olib chiqiladi, toza havoni yaxshi ko'radi. Epipremnum neon. Bu gul neon yashil barglari bilan ko'zga darhol ilinadi. Uni yorqin, lekin sokin rangi uyda tinch va barqaror muhit yaratadi. Unga qarashni o'zi xotirjamlik beradi va ruhiy charchoqni yumshatadi. Parvarishi yengil, soyada ham o'saveradi. Geran. Geranning xushbo'yligi asosan uni barglarida. Gullari go'zal, ammo asosiysi barglarining hidi. Ularga yengil teksangiz o'ziga xos hid chiqaradi. Albatta hidi uni navlariga ham bog'liq.
Undagi efir moylari his-tuyg'ularni tinchlantiradi, asabiylikni yumshatadi, miyadagi xira fikrlardan uzoqlashtirib, diqqatni hozirgi lahzaga qaratadi. Geran quyoshni yaxshi ko'radi, tez va uzoq gullaydi, parvarishi yengil. Dekorativ qalampir. Dekorativ qalampir mevalari tufayli juda jozibali o'simlik. Bir tupda bir vaqtni o'zida turli rangdagi qalampirlar bo'lishi mumkin. Yashil, sariq, olovrang va qizil. Bu ranglarning ko'pligi uyga kuchli vizual ta'sir qiladi. Ranglar harakat, energiya hissini uyg'otadi. Kayfiyat ko'tariladi. Ular issiqlik va yorug'lik, quyoshni yaxshi ko'radi. Biz sanab o'tgan o'simliklar ro'yxati stressga qarshi ishonchli qo'llanma emas, ammo ular haqiqatdan ham ruhingizga yengillik beradi. O'z uy sharoitingizga mos, ortiqcha kuch talab etmaydigan gul turini tanlang. Gullardan olingan zavq yengil va tabiiy bo'lsin, ortiqcha yuklamalarsiz. Agar qaysidir gul qurib qolsa, o'zingizni ayblamang. Hammada ham bo'ladi. Boshqa gulni ekib ko'ring. Gul turlari juda ko'p, har kim o'zi uchun mos gulni tanlaydi.